Assalomu alaykum, antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining aziz kuzatuvchilari. Bugun biz yana bir murojaat bilan Jizzax shahridamiz. Aynan murojaatchimiz uy-joy bilan bog'liq o'zlarining masalalari bilan bizga murojaat yo'llashgan. Mib boshlig'i bor. Yaqin tushib bizga ma'lumot beradi. Biz nima holatlarimizni aytamiz, gaplashib kelishib olamiz. Men uni oldiga kirib, u meni xizmatkorim, men uni xizmatkori emasman. U menga xizmat qilib bu yoqqa chiqish kerak. O'tirib olgan xonasidan bu yoqqa kirsin deydi. Hozir kameralarga ham to'sqinlik qilish yo'q. Biz ochiq ishlayveramiz, kiraverasizlar, oldin ish bilan tanishib olaylik degan fikr bo'ldi. Biz aytdikki, yo'q, siz bu yoqqa chiqing, guvohnomamni ko'rsatib, tanishtirib kiraveramiz. Endi bularni birinchi qo'ygan talabi biz kirib, men kirishim kerak ekan, guvohnomamni ko'rsatib, hujjatlar bilan tanishtirishim kerak ekan, keyin chiqib kameralarni olib kirar ekanmiz. Yo'q, biz bunga rozi emasmiz. Антикоррупция.